ketib qolgan odamlarning uyiga borib, ana mashina plus blogerlar bor, chiqoladimi, boshqalar boradimi? Har xil blogerlar bor, quruvchilar bu odamlarning kambag'allar uyiga topib bunaqa qilib ko'rsataman deydimi, videolarga qo'yib ahvatlar qilib ko'rsat. İç-içidan xohlagan odam birinchidan u xonadonni eng katta narsa obro'si. U eng qimmat bozorda sotilmaydi obro'. Uni mayli majburlikdan, uni bolasi bilan o'g'li yig'ilib o'tirgan qizcha kichkina ikkita go'dak xotini bilan oldi, mamnun qilib turgan o'lib ko'rsatib, mana shunga uy quryapmiz. Shu odamga biz pulni berdik ha deb uni ham yerga tiqib, bu bechora minnatli uy bilan ko'chaga chiqsan, sizga butun xalq pul bergan, ha, to'g'rimi deb. O bolachani maktab borishi bor aka. U tamom bo'ldi olingan uyda o'zini bir beminnatgina uyi bor edi, ko'chada bo'lsa ham. Uni bitta qasrga tiqtirib minnat toshi bilan o'ldirib berdilar. Bu endi erga tekkancha ham, xalq yig'ib minnat ko'paydi. Ha, xalq yig'ib bitta uy qo'yib berdi, shunda katta bo'ldi bular. Endi bular oldin ko'chada 4-5 ta odam keltirib pul berib, yordam berib ovqat berurardi. Endi bu joyga chiqqandan keyin o'zi boshladi. Ha, mazza qilib uyda yashirdi. Tursan ham ishlar. Bu qancha gaplarga qolib ketdi u. Dam ololmaydi, o'tirolmaydi. Sal bechora borib, menga ham ozgina mana yerdan pomidor eksam maylimi? Oldin ekayotdim desa, ey noshukr. Butun xalq shuncha uy qurib bersa ham sen to'ymading sen. Sen iflos to'ymading dedi. Endi bular birovdan yordam so'rmasa ham, pas. Sen to'ymading bo'ladi. O'qishga kiramadana qilsa, sen iflos to'ymading. Bu minnat qilib o'ldirarlar bularni.